7 kunni 5 kilo o'ruqlashga jang e'lon qilganimning bugun 2-chi kuni. Bugun amdi to'g'ri go'shida sovuq say tayyorlab keldim. Men bilan birga o'ruqliqsiz bor xonim qizlarimiz bormi? 8 raqamini qaraq yo'llab qo'ysanglar, kunda atgan tamoqlarimdan ham bahrlab bermab, birlikda o'ruqlaylik. Avval 2 tal tuxumni suvga suv silib pishirib olamiz. Bu jarayonda biz to'g'ri go'shni tayyorlab olamiz. To'g'ri go'shning yaxshi pishib ketish uchun videoda ko'rsatgan bo'yicha pichoqning kisipi bilan yaxshi urib olamiz. Mushalat kelganda bo'ldi qilamiz. Buning tam qurishlaridan show sudadan 1 gram, qarmushdan 1 gram. Şonçudan 2 qo'shiq silib, rang lazıdan 1 qo'shiq atrofida silib etamiz. Ochiqni yaxshi ko'rsanglar, ochiq va lazlarni silib olsanglar bo'ldi. Undan keyin samsaq bilan piyozni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushaq chanib olgandan keyin, to'q go'shtiga yaxshi milib olgandan keyin taxminan 10 minut atrofida tamlantirib olamiz. Qozondan tik ozroq may po'qitib videoda ko'rsatgan bo'yicha bo'sh o'tda astin-ustin o'rib to'q go'shtni pishirib olamiz. Hamda to'q go'shtni har xil tamlantirish usuli bor. Buni Jibojanda tafsiliy so'zlab beraman. Agar texnikachiq o'riqlatish tamoqlarini o'rgangisi bor xonim qizlarimiz, Jibojanda sizlarni saqlayman. Ammo to'q go'shtning ta'mi gap ketmaydi. Intayin bek yumshoq pishibdi. Hamda buningga saylarning podshoyi bo'lgan shingsaydan muvofiq miqdorda to'g'rab selib olamiz. Ko'ktatlarni videoda ko'rsatilgan bo'yicha selib olsanglar bo'ldi. Hamda buningga yarim qo'shiq kunjut, 2 qo'shiq atrofida shonchoq qo'yib tekshirlashtirib olgandan keyin, cho'ng'istamning maysiz samsaqli qizilmish qiyamidan 2 qo'shiq atrofida selib etamiz. Ko'rib turganinglardek ismidillam chiqib turdi. Maysiz do'stlar. O'ruqlash mezgildagi eng yaxshi talashingiz bo'la oladi. Hozir cho'ng'istamdan katta faoliyat qilyapmiz. Bir narsangiz birni qo'shib 2ni sapirimiz, 2 narsangiz 2ni qo'shib 4ni sapirimiz. Astadik seyir qaravadan setviling. Faoliyatning soni cheklik unda bo'lsa chaqqan harakatga qiling.